Assalomu alaykum. Farg'ona teri bozori obunachilari. Xudo xolasa biz bugun 22-may ish faoliyatlarimizni boshlaganmiz. Kimga teri mahsulotlar zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bizda arradan siqgan to'sinlar va yumaloq churugli to'sinlarimiz bor. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qumtepa teri bozorida joylashgan. Birinchi arradan siqgan to'sinlarimizni narx-navolarni chiroyli qilib optim narxlarda yoritib beramiz. Ko'rib turganlaring 7-15 uzuni 4,5 metrli arradan siqgan to'sinimiz. Bu ko'k teridan chiqqan. Bularning ichida yarimta ham kalifori yo'q, spani ham yo'q. Hammasi quruq ko'k teridan chiqqan terayimiz. Xudo xolasa bularni sifatlariga, kastavalarga biz o'zimiz javob beramiz. Buni narxini 130 ming so'mdan qilib beramiz. Uzuni 4,5 metrli, razmerlari to'liq 7-15 to'sinimizni. Sarrobga ham ishlatishyapti, to'singa ham, lagani tagiga ham, lagaga ham ishlatishyapti buni. Kim nimaga ishlasa ishlataveradi. Xudo xolasa chiroyli narxlarda, chiroyli materiallar. Buni 4 metrlisi ham bor, o'shani ham ko'rsatamiz. 4 metrli, bu ham qurug'i ham bor, tevasidan ho'li ham bor. Bularni ham ko'k teridan chiqqan, razmeri 7-15, uzuni 4 metrli arradan chiqqan to'sinimiz. Buni narxini 110 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. Kimga nechta zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Endi bularda 7-13 razmeri ham bor, jichadan arzon ular. 7-13 uzuni 4,5 metrli mana arradan chiqqan to'sinimiz. Buni narxini 110 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin buni 4 metrlisi ham bor. 7-13 uzuni 4 metrli arradan chiqqan to'sinlarimiz. Buni narxini 90 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bularning kalta razmerlari ham bor. 3,5 metrlisi bor, 70 ming so'm, 3 metrligi 60 ming, 2,5 50 ming so'm, 2 metrlisini 40 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. Keyin strapila boblarimiz bor. Strapila boblarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Razmeri 12 ga 4. Keyin rulat bobi bor 12 ga 4. Buni 40 ming so'mdan qilib beramiz. Kalta razmer 3 metrlilarini 30 ming so'mdan, 2,5ni 25 ming so'm, ikkisini 20 ming so'mdan qilib beramiz. Optim narxlarda. Keyin bu to'sinlarda tevasiga vassalilarimiz bor. 15 ming so'mdan garbili vassalarimizni qilib beramiz. 10 ming so'mdan andaqa 2 metrli shox vassalarimizni qilib beramiz. Keyin andaqa 2 metrli lapet zo'r vassalarimiz bor. Buni kvadratini 17 ming so'mdan qilib beramiz. Bir xilda mana shunaqa lapet bo'ladi. Eng kichkinasi ham 15-16 chiqadi bularki. Mana lapetligi. Bular 20 dan baland. Yana buni 17 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz bu vassamizni. Nech kvadrat desa bor. Buni xudo xolasa kvadratlar cheklanmagan miqdorda bor. Uzun reykalarimiz bor. 3 metrli, 4 metrli reykalarimiz 4 ming so'mdan. Kalta reykalarimiz 3 ming so'mdan qilib beramiz. 4,5 metrli murlat bopimiz bor. 4,5 metrli murlat bopimizni 50 ming so'mdan qilib beraveramiz obunachilarimizga. Keyin 5 metrli strapila bopimiz bor. 5 metrli strapila bopimizni 70 ming so'mdan qilib beramiz. Arradan chiqqan buyumlarimizda narx-navolarni yoritib bo'ldi. Endi yumaloq churugli to'sinlarimiz, ustum sarroblarimizga navbat. Mana ko'rib turganlaring uzuni 6 metrli baquvvat to'sinimiz. Bularni donasini 200 ming so'mdan obunachilarimizga, optimga ham olsa ham, donaga olsa ham 200 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Xudo xolasa ishlarigacha bularni garantiya beramiz. Zo'r chiqqan to'sinlarimiz, haqqoniy ko'k teri. Nomerlarimiz ana optim narxlarda teri mahsulotlari 631 72 72 nomerdamiz. Endi 5 metrli sredniy to'sinlarimiz, mana shu ko'rib turganlaring hammasi sredniy 5 metrli. Bu 4 pachka quruq. Bu 5 pachka yangi chiqqani. Bular narxini 160 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. Ali bir xilgilar bir oydan keyin tashlayman deydi. Ularga bularni tavsiya qilamiz. Bir oydan keyin suv sergib chiroyli bo'lib qoladi. Keyin yo'q, hozir tashlayman deganlarga mandaqa bir xilda quruq to'sinimiz bor. Uni tavsiya qilamiz. Puli 160 ming so'mdan qilib beramiz qurug'ini ham. Xudo xolasa juda ham zo'r chiqqan. Endi buni baquvvati bor. 5 metrli to'sinimizni. Mana 5 metrli to'sinimizni baquvvati juda ham zo'ri. Buni donasini 190 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. Bular ichigacha shunaqa bir xilda baquvvat bo'ladi. Holatlari juda ham zo'r bo'ladi bular. Keyin harilarimiz bor.
20-20, 18-18 qarilarimiz bo'ladi. Metrini 100 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Keyin 4 metrli baquvvat to'sinlarimiz bor. 4 metrli baquvvat to'sinlarimizni 130 ming so'mdan qilib beramiz. Srednisini 80 ming so'mdan qilib beramiz. Hozir o'shani ham ko'rsatamiz. Birinchi 4,5 to'sinimizni ko'rsatib olaylik. Bu ko'rib turganlaring 4,5 metrli to'sin. Buni narxini 120 ming so'mdan qilib beramiz. Sredniy 4,5imiz bu. Parada turgan hammasi 4 metrli to'sinlarimiz sredniy 80 ming so'mdan bularda onasini qilib beramiz. Kim nechta desa aloqaga chiqaveradi. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. To'sinlarimizga gap so'z olishi mumkin emas. Juda ham zo'r chiqqan, qo'l qurug'i bor. Metrli to'sinlarimiz bor. 3 metrli to'sinlarimizni donasini 50 ming so'mdan qilib beramiz. Narx-navolarni chiroyli qilib yoritib berdi. Endi navbat sarroplarga. Uzuni 6 metrli sarropimiz. Ko'rib turganlar mana shu birinchi tepachkamiz 6 metrli sarrop. Bu 75 ming so'm. Yonida esa strapila bopi. Bu 50 ming so'm. Ko'rib turganlar birinchi pachka 5 metrli sarrop. O'rta tepachka 5 metrli sarrop 15 tadan bor. Nariyada joyimizda yana ham davomi bor. Bu 5 metrli sarroplarni bo'lish narxini 60 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 4 metrli laga sarroplarimiz bor mana. 4 metrli laga sarroplarimizni 40 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lasa eng optim narxlarda juda ham zo'r to'sinlarimiz, strapila sarroplarimiz. Metrli ustumlarimiz borki, mana 30 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Hali ustum kashe deyiladi bular. 30 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Bo'lasa eng optim narxlarda. Metrli ustum kasheyimiz bor. 18 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. Mana 3 metrli ustumlarimiz ham bor. Mana orada vishkada turibdi. Bularning narxini 25 ming so'mdan qilib beramiz. Drochka bopini, ustum drochka bopini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa kimga terak mahsulotlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Xudo xolasa birinchi qo'l eng optim narxlarda butun O'zbekiston bo'ylab yuklarni chiqarib beramiz.